geometrik shakllarni hosil qilish uchun ishlatiladigan uskuna bilan tanishib chiqamiz. Bu uskuna mana bu uskunalar qatorida joylashgan. Mana bu oxirgisi. Yuqoridagilarni biz birinchisi, ikkinchisi, mana bu to'rtinchisi va beshinchisi bilan tanishdik. Mana endi mana oxirgisi bilan tanishamiz. Buni aktivlashtiramiz. Xo'p, geometrik shakllarni qanday qilib hosil qilamiz? Masalan, birorta kesma olaylik. Dastlab kesma, mana AB kesmani oldik. Geometrik shakl hosil qilish uchun biz birorta nuqta olishimiz kerak. Endi AB ga C ga nisbatan geometrik shakl hosil qilamiz. Mana buni tugmani, uskunani aktivlashtiraman. Aktivlashdi, faollashdi. Endi kesmani tanlayman, so'ng nuqtani tanlayman. Shunda AB kesmani necha marta kattalashtiray, C nuqtadan necha marta uzoqlashtiray yoki necha marta yaqinlashtiray deb so'rayapti. Xo'p, mayli 2 marta deb aytaylik. Mana natijada 2 marta uzoqlashdi kesma. Masalan, bu nima degani? Masalan, C ni B shtrix bilan tutashtirsam, mana C B shtrix kesmani uzunligi C B kesmani uzunligidan 2 marta kattalashdi. Biz C ni turli holatlarini ko'rishimiz mumkin. Mana masalan AB kesmani masalan kichiklashtirsak ham, shaklini o'zgartirsak ham, demak, mana bu masofalar mos ravishda o'zgaryapti. Masalan, C dan A shtrixgacha bo'lgan masofa C dan A gacha bo'lgan masofadan 2 marta katta. AB kesmani har bir nuqtasi uchun ham va mana unga mos nuqtasi A shtrix, B shtrix kesmani ham unga mos nuqtasi uchun ham shu gapni aytishimiz mumkin. Demak, biz hozir kesma uchun mana geometrik shaklni hosil qildik. Bu yerda biz geometrik koeffitsiyentini biz 2 ga teng deb oldik. Xo'p, birdan kichik bo'lishi ham mumkin. Mana obyektni tanladim, C nuqtani tanladim. Va aytaylik, masalan, 1/3 ga teng bo'lsin. Va natijada biz yangi A1 shtrix, B1 shtrix kesmani hosil qildik. Bu yerda C B1 shtrix kesma uzunligi C B kesma uzunligidan 3 marta qisqa. 3 marta qisqa bo'ldi. Chunki biz koeffitsiyentni 1/3 deb oldik. Manfiy qilib olsakchi koeffitsiyentni. Buni o'chirib tashlaymiz mana bu nuqtalarni. Buni ham. Mana dastlab bizga berilgan kesma AB kesma. Endi koeffitsiyentni manfiy qilib olaylik. Yana shu uskunani aktivlashtiraman. Kesmani tanlayman. C nuqtani tanlayman. Aytaylik, -2 ga teng bo'lsin. Natijada hozir biz bu yoqqa yaqinlashtiraylik. Ancha uzoqlashib ketdi. Xo'p, kesma bilan A ni A shtrix bilan tutashtiraylik. Mana bu C A shtrix kesma C A kesmadan 2 marta katta. Manfiy bo'lganda, demak, bu nuqtalar C nuqtaga nisbatan turli tomonlarda bo'ladi. Agar koeffitsiyent musbat bo'lsa, bir tomonda bo'ladi. Demak, yuqorida ko'rdik, koeffitsiyent 2 ga teng bo'lganda bir tomonda bo'ldi. Bu yerda manfiy bo'lganda C nuqtadan turli tomonlarda yotadi. Xo'p, bu yerda biz kesmaga geometrik shaklni hosil qildik. Geometrik kesmani hosil qildik. Boshqa shakllarni olishimiz ham mumkin. Ko'p burchak, nur, nuqta va hokazo. Xo'p, endi quyidagi savollarni ko'rib chiqamiz. Tomonlari ABC uchburchakning tomonlaridan 2 marta katta uchburchak hosil qiling. Ya'ni bizga
ABC üçburchak berilgan bo'lsin. Bu uchburchak tomonlaridan 2 marta katta bo'lgan yangi bir uchburchak hosil qilamiz. Buning uchun birorta nuqtani olamiz. Masalan, ixtiyoriy nuqta oldik. Endi shu nuqtaga nisbatan geometrik uchburchakka geometrik shaklni hosil qilamiz. Onun uchun mana bu uskunani faollashtirdim. Uchburchakni tanlayman va nuqtani tanlayman. Endi koeffitsiyentni 2 ga teng deb olaman. Va natijada mana hosil bo'lgan yangi uchburchakning tomonlari berilgan uchburchakning tomonlaridan 2 marta katta bo'ladi. Berilgan uchburchakni o'zgartirsam, bu geometrik uchburchak ham mos ravishda o'zgaradi. Nuqtani o'zgartirishim ham mumkin masalan. Bu shakl ham mos ravishda o'zgaradi. Demak, mana bu yangi uchburchakning har bitta nuqtasi berilgan uchburchakning unga mos nuqtasidan D nuqtadan hisoblaganda 2 marta masofasi 2 marta katta bo'ladi. Mana masalan D bu A' ko'rinmayapti. Mana S' olaylik. D S' D S masofadan 2 marta katta bo'ladi. Mana demak D nuqtani o'zgartirib, geometriya markazini o'zgartirib, biz mana yangi uchburchakning turli holatlarini ko'rishimiz mumkin. Masalan, mana buni ham o'zgartirishimiz mumkin. Geometrik shakl ham unga mos ravishda o'zgaryapti. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Aylanaga geometrik shakl hosil qiling. Birorta aylana olamiz. Aylana hosil qildik. Endi birorta nuqta olamiz. Aylanani kichikroq qilib olaylik. Aylanaga geometrik shakl hosil qilamiz. Buning uchun mana geometriyani beruvchi mana bu uskunani faollashtiraman. Aylanani tanlayman, so'ng S nuqtani tanlayman. Endi geometrik koeffitsiyenti nechiga teng bo'lsin? Ko'paytuvchi nechiga teng bo'lsin? Bu 2 deb olaylik. 2. Mana natijada berilgan aylanadan 2 marta katta bo'lgan yangi aylana hosil bo'ldi. Agar 1/2 deb olsam-chi, yoki bo'lmasam -1/2 deb olaylik. Oldin buni faollashtiramiz. Obyektni tanlaymiz, nuqtani tanlaymiz. -1/2. Mana demak endi yangi hosil bo'lgan aylana S nuqtaga nisbatan mana boshqa tomonda hosil bo'ldi, bu tomonda. Bu o'ng tomonda edi, mana endi chap tomonda hosil bo'ldi. S nuqtani o'zgartirsam, demak berilgan aylanaga, mana berilgan aylananing rangini o'zgartirib qo'yay. Mana yashil berilgan aylana. Mana geometrik aylanalar. Mana holatlari ham o'zgarishini kuzatishimiz mumkin. Yoki aksincha berilgan aylanani o'zgartirsam, mos ravishda geometrik aylanalar ham o'zgaradi. Yoki markazini o'zgartirishim mumkin. Geometrik aylanalar ham mos ravishda o'zgaryapti. Keyingi savolga o'tamiz. Uchlari ABC uchburchak tomonlari o'rtalarida bo'lgan uchburchak ABC uchburchakka o'xshash ekanini tekshiring. Va masalan tushunish uchun demak birorta uchburchak olamiz. Mana ixtiyoriy ABC uchburchak oldim. Endi shu ABC uchburchakni tomonlari o'rtalarida bo'lgan uchburchak deyilyapti.
o tomonlarning o'rtalarini topamiz. Buning uchun mana o'rta nuqta degan yoki markaz degan uskunadan foydalanamiz. Bu tomonning o'rtasini topaman, D bo'ldi. Bu tomonni ham o'rtasini topaman va mana bu tomonni ham o'rtasini topaman. Tomonlar o'rtalari topildi mana. D, F, mana bu Y bo'ldi. Endi bu yerda masalada nima deyilyapti? ABC uchburchakni, mana ABC uchburchak. Tomonlari o'rtalari, mana bu nuqtalar. Shulardan bir uchburchak quradigan bo'lsak, berilgan uchburchakka o'xshash bo'lishini ko'rsatishimiz kerak. Uni gamma tetik ekanini ko'rsatishimiz yetarli. Chunki gamma tetik bu o'xshashlik akslantirishi, o'xshashlik almashtirishi. Buning uchun men uchburchakning medianlar kesishgan nuqtasini topaman. Buning uchun yana shu markaz uskunasidan foydalanaman va uchburchakning ustiga olib kelib bosaman. Mana medianlar kesishgan nuqtasi hosil bo'ldi. Mana bu o'rtalardagi mana bu nuqtalar berilgan uchburchakka mana G medianlar kesishgan nuqtasiga nisbatan gamma tetik ekanini ko'rsataman. Mana masalan G yordamida mana buni F nuqtani qanday hosil qilamiz? Mana A dan. Mana turli tomonlarda turibdi. Demak, gamma tetik koeffitsiyenti manfiy qilib olishim kerak. Yana biz shuni bilamizki, medianlar kesishgan nuqtada mana bu masofa G F masofa A G masofadan 2 marta kichik. Mana shundan ham foydalanaman. Demak, mana bu uskunadan foydalanaman. Berilgan uchburchakni tanlayman, G ni tanlayman. Endi koeffitsiyentni so'rayapti. Demak, turli tomonda bo'lish uchun minus bilan olishim kerak. 2 marta kichik bo'lish uchun demak 1/2 ni tanlashim kerak, yozishim kerak. Xo'p. Ana hosil qildik. Natijada S nuqta mana S shtrix nuqtaga o'tdi. Gamma tetikda B nuqta B shtrix nuqtaga o'tdi. A nuqta A shtrix nuqtaga o'tdi. Mana A shtrix F bilan ustma tushyapti. S shtrix D bilan, B shtrix Y bilan ustma tushyapti. Demak, natijada hosil bo'lgan mana bu gamma tetik shakl. Demak, mana bu ABC uchburchak tomonlarning o'rtalarida bo'lib qoldi. Shu sababli bu berilgan uchburchakka o'xshash. Demak, o'xshash ekanini tekshiring. Mana tekshirdik. Demak, endi uchburchakni o'zgartiradigan bo'lsak, o'rtadagi uchburchak ham mos ravishda o'zgaradi. Turli holatlarni ko'rishimiz mumkin. Xo'p, navbatdagi savolga o'tamiz. Kichik asosi katta asosidan 3 marta kichik bo'lgan trapetsiya chizing. Endi birorta uchburchakdan boshlaymiz. Uchburchak chizishdan boshlaymiz. Masalan, ixtiyoriy bitta uchburchak chizdik. A, B, C. Endi diagonallar kesishgan nuqtasi S nuqtada bo'lgan trapetsiya chizamiz. Buning uchun men gamma tetikdan foydalanaman. Mana bu uskunani faollashtiraman. Faollashdi. Endi mana bu obyektni tanlayman va S nuqtani tanlayman. Endi gamma tetik koeffitsiyentini men -1/3 deb olaman. Natijada mana yangi uchburchak hosil qildik. Xo'p, nimaga minus deb oldik? Chunki trapetsiyani asoslari diagonallar kesishgan nuqtasidan turli tomonlarda yotadi. Shuning uchun minus deb oldik. Nimaga 1/3 deb oldik? Chunki mana bu yerda kichik asosi 3 marta kichik bo'lsin katta asosdan. Shuning uchun 1/3 deb oldik. Ana endi trapetsiyani hosil qilish uchun mana bu uchlarni tutashtirib qo'yish qoldi xolos. Natijada biz mana A, B, C, A, B shtrix, A shtrix, B trapetsiyani hosil qildik. Bu trapetsiyaning kichik asosi katta asosidan 3 marta kichik. Mana endi nuqtalarni o'zgartirib mana turli xil trapetsiyalarni ko'rishimiz mumkin.
trapetsiyani turli xil holatlarini ko'rishimiz mumkin. Yoki B nuqtani o'zgartirib ko'rishimiz mumkin. Yoki S nuqtani o'zgartirishimiz mumkin. Xo'p, shunday qilib biz sizlar bilan geometriya uskunasi bilan tanishib chiqdik. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.